Yılan, Perverdigar Xudo yaratgan hayvonlarning ichida eng iligiri edi. U ayoldan: Xudo bog'dagi har qanday daraxtning mevasini yeyishinglarni rostilla ma'ni qildimi? Bog'dagi daraxtlarning mevalarini yesak bo'ladi. Faqat bog'ning o'tirsidagi daraxtning mevasini yesak bo'lmaydi. Xudo bizning bu daraxtning mevasini yeyishimizni, hatto uningga qo'l tekkizishimizni ma'ni qildi. Agar bu ishni qilsak, o'limiz. Yolg'on. Hergiz ölmeysizler. Xudo sizlarning uni yesanglar, ko'zinglarning ichilib, o'ziga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qoldinglarni biladi. Ayol bu daraxtning mevasining chiroyli va shirin ekanligini ko'rib, uni yesa qanchalik aqlli bo'lib ketganligini o'ylab, mevadan üzüp yedi. Ve onu yenide turgan erig'imi badi. Umu yedi. Ular mevini yeyish bilanla ko'zlari echilib, o'zlarining yalang'ochligini bilib, nomus qilishdi. Shunga ular anjur yopirmoqlarini bir-biriga chetib, bedellarini yepib olishdi. Shu kunning salqin tushgan vaqtida ular Perverdigar Xudoning bog'da minib yurgan shapisini anglab, daraxtzorlikning orasiga yo'shinib olishdi. Lekin Perverdigar Xudo odam otga: "Sen qayerda?" deb vaqirdi. Odam ota: "Men sening bog'da minib yurganligingni anglab, yalang'ochligimdan nomus qilib, senden qo'rqib, yo'shinib oldim" deb javob berdi. Xudo uningdan: "Yalang'ochligingni sana kim etdi? Yoki men yeme degan mevani yedingmi?" deb so'radi. Odam ota: "Sen bana hamroh bo'lsin deb bergan ayol, u mevadan bana bergan edi. Şunun için yedim" deb javob berdi. Perverdigar Xudo ayoldan: "Nima uchun bunday qilding?" deb so'radi. "Meni yilon ozdirdi, shunga yedim" deb javob berdi ayol. Shuning bilan Perverdigar Xudo yilonga: "Bu qilmishing uchun jazoga tortilasan. Barliq hayvonotlar ishida faqat senla mono la'natlarga qolasan. Hozirdan boshlab yer beg'irlab minib, ömür voyat to'p yeysan. Seni ayol bilan dushman qilaman. Uning avlodi bilan sening avlodingmi dushmanlashib o'tidi. Onun evladı senin bişingni yonchiydi. Sen onun tapınını çaksan" dedi. Keyin Perverdigar Xudo ayolga: "Homildarligingning azobini hassilab oshiraman. Tug'utingning to'lg'ig'ini ziyoda qilaman. Shundaqdimi eringga kuchlik ishtiyoq bog'laysan. U seni boshqurdi" dedi. Perverdigar Xudo odam otga: "Ayolingning so'ziga kirib, men yeyishni ma'ni qilgan mevani yeganliging tufaylidan yermi la'natimga uchirdi. Sen endi ömür voyat jafolik ishlash bilanla oziqlanasan. Yerden tiken ve qamg'oq unidu. Sen bo'lsang yerdagi ziroatlarni yeysan. Bosh ko'zing tergi cho'mgandila, to'yg'udek bir narsa yeyalaysan. Toki o'lib,
topuğu aylanıp ketkiçe işten baş götüremeysen. Topudan yaratıldın, şuna yana topuğu qaytsan, dedi. Adem ata ayalğa Hava degan ismini qo'ydi. Chunki u insonlarning onasi edi. Parvardigor Xudo odam oti bilan uning ayoliga hayvonning terisidan kiyim qilib kiydirib qo'ydi. Ondan Parvardigor Xudo mundoq dedi: Odam ota bizga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qoldi. Endi uning hayotlik berdigan daraxtning mevasini yeb qo'yishidan saqlanishimiz kerak. Bo'lmasa, u mangu yashaydi. Shuning bilan Parvardigor Xudo ularni Eram bog'dan qo'g'lab chiqarib, yaga, ya'ni o'zlari asli yoritilgan tuproqqa ishlaydigan qilib qo'ydi. Ondan Xudo odam otini hayotlik berdigan daraxtga yiqilashmasin deb, Eram bog'ning sharq tarafiga kerub deb atilgan maxluqlarni va bizi o't chechib, u yon bu yon qo'zilib yaltirab turadigan bir qilishni o'rinlashtirdi.